Assalomu alaykum, men Güliz. Bugungi mazmun intayin muhim. İftixar nachar iqimi, davomliq ota-ona tarbiyasi va Trumpning bu jihatga g'alabasi. Birinchidan deydigan bir adam ko'ngli g'ash qilgan bir voqea bo'ldi. Bir ahvolni deb qo'yay, nachar iftixar iqimi to'g'risida. Mushiq oldin qapda bu haqiqiy bo'lgan voqeajimi? Menga paralish bo'lgan bir qiz cinsini o'zgartibdi. Şundan bu qizalning ahvoli qanday desanglar o'zi miyib, chaqliq o'rniqda o'tirdi. Undan keyin ko'ksini kesib iletibdi. Undan keyin shu ko'ksini kesib ilayotgandan keyinki tatiqlarni ko'stib, shuni to'rg'a yaygan gap ota-onasi. Albatta bu qiz men paralish ekan. Albatta bu ishlarni qilmaydi. Shu uydagilar mushni to'rg'a yaygan gap. G'albisini. Şu adamın ko'ngli pek xash qilgan bir voqea bo'ldi. To'rlarda bir muncha qarshilar uchrab ketdi. Nachar idilik ishlar faxrlandi, ammo nurg'un odamlar mendek nurg'un odamlar ota-onalar haqiqatan pek ichindiq. Şu bu ahvolni ko'rib menga bir muncha savollar tug'ildi menga. Kallamda. Birinchi savol. Kechiringlar. Adamның g'azabini qo'zg'aydigan meditsinaning bu jihatga xizmati dahshat. Adam bir muncha savollarni tug'dirdi buningda. Birinchi savol, menga paralish bo'lgan bu o'smir qizning to'g'ri qaror chiqarish iqtidori emas. Normal menga ishlatish iqtidori bo'lmagan, put-qo'llari normal holatda bo'lmagan, mang'amaydigan, umr bo'yi chaqliq o'rniqda o'tiradigan bu miyib qizning qanday qilib o'zining cinsini o'zgartishdek hayot mamotlik qarorni chiqara oldi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, menga paralish bo'lgan bu qiz qanday qilib bu jihatda ota-onasi bilan suhbatlasha oldi? Gapni qilmaydigan, normal qilmaydigan bu qiz. Uchinchi savol, ota-onasi nimishqa qarshi turmay qo'llab quvvatladi bu xato qarorni? To'rtinchi savol, bu cho'ng operatsiyani qilgan razil doktorlar qanday qilib miyib qizdan ruxsat ola oldi? Oltinchi savol, beshinchi savol, ota-onasi qanday qilib bunchalik mag'lubiyat bo'ldi bu ota-onasi? Bunchalik mag'lub bo'lib bu miyib bolasini tugashtirdi hisobda. Buna dedim çünkü birincide bu hayat mamotlikqa chaqchaq qildi, bu hayat mamotlik operatsiya. Bu operatsiya agar mag'lub bo'lsa, bu qizning hayotiga ta'sir qildi. Ikkinchidan, agar bu qizlar bu operatsiya kelik aksar berib qolsa, salomatligiga ta'sir qildi. Ilmi miyib tursa, undan keyin agar bu qizlar kelik qarorni o'zgartib qolsa-chi. Kelik masalan bu buda qila olgan keyin keyinlikka o'zi o'ylab nim qila olsa-chi. Menga paralish bo'lganini o'ylamas mumkin. Masalan, o'yla olsa-chi. O'ylab o'zining qarorini o'zgartgan bo'lsa, kesatgan ko'ksini qanday adamning bek ichini og'ritdi bu. Endi bu qiz menga ona bo'lmaydi. Aqchanamda miyib bo'lganlikin. Bu miyiblikqa oshmagandek ota-onasi bu qizning hayotini tugashtiradi. Menimcha bo'lsa. Oltinchi savol, bu razil idealik doktorlarning punida bunda qilishi bo'libmi? Odamning, bo'libmi u miyib qizning ota-onasining ochig'ini keltiramdi? Aksicha ular faxrlanib bu xabarni to'rg'a yaydi. Tatig'ini ko'stib, ko'ksining tatig'ini ko'stib. Adam shunday g'azabini keltirdi. Shunga bu mazmunni ishlayolmaychi demedim. 7. savol, qanday qilib bu xabar o qizning ruxsatini ola oldi? Ruxsatini ilib to'rg'a yaya oldi. Nima degan bilan bu o qiz to'g'riliq tursa? Ha bo'pti, yenglar mening mushta Abdubras ichinglar deb qanday ruxsat qildi deyman. Yo'qimsa bu mushu nachar iftixor iqimining yana bir razil tashviqotimi? Mencho'sa albatta aniqla. Kechiringlar, men gilim sal og'rib qoldi bugun. Shu mushunda savollar o'tirib qo'yildi kalamda. Ondan keyin tunugun Trump g'aliblik prezident bo'ldi.
birinchi kunla bergan va'dalar birinchi kundala o'sha bergan va'dalarga bergan va'dalarni amalga oshirib Amerikani asos qilgan amerikaliklarga manfaat ilib keladigan nurg'un kelishimlarga imzo qo'ydi hamda keng jakolab Amerikada faqat ishki jinsini e'tirof qilganligini e'lon qildi. Endi bu orqali bu bichara miyib qizdek ahvollar davomliq aziyib mangdi, ammo bir kechada yuz bermaydilar albatta. Trumpning ishxonaga kirdigan birinchi kunlar nachar iftixor iqimidagilar ishg'olda namoyish qildi albatta. Ammo bu jarayonda hamda buning haqiqiy amal eshib davlatni o'ngshash jarayonida yana nima ishlar yuz berdi hamda xudo o'ziga monat. Endi mushunda razil ahvollarda bizlarchu mush chet elda yashayotgan bolalarimiz ham mush chet ellik bo'ldi hamda mush chet arsida yashaydigan bolalarimizning bolari qanday qiladi? Mushunda bir miyib qizning hayot mamotliq xato qarorni chiqara olgan yerda biz qandaqmi bu nachar iftixor iqimining ta'siriga sal qaraya olmaymiz. Biz ota-onalar qanday qilishimiz kerak? Şu an ben bu ahvollardan ko'p o'ylab topgan eng muhim yo'llarni chizib chiqdim. Albatta nurg'un yo'llar bor, faqat bular mening bayqaganlarim va yakunlarim. Yaxshi so'zlamagan bo'lsam to'g'ri tushuninglar, chunki g'azab nafrat tuzatyapman albatta. Ham ichim og'rib, ham g'azabda. Birinchi, bolalarni tarbiyalaganda cho'qim o'zini faxrlanadigan qilib tarbiyalashimiz kerak. Chunki bu eng xalqliq sababga. Mening bayqashimda bu eng xalqliq sabab. Ularning nachar iftixor iqimining ta'siriga uchrab ketishining asos sababiga. O'zidan faxrlanmagan odam osonla o'zidan gumon qiladi. Axloqidan, qobiliyatidan, endi bu nachar iftixor iqimi tufaylidan hatto o'zining jinsidan gumon qiladi. Masalan, dal mushada boshlandi ekan. Endi bu masalaning piltisi dal ota-ona tarbiyasi. Shu mening boshdan oxir deydiganim ota-ona tarbiyasi. Agar ota-ona bo'lmay qolsa, shular o'sib yetilgan muhit. Ham ota-ona o'rnida turadigan odamlar. Shunga biz birinchi bo'lib cho'qim farzandlarni o'zidan faxrlandan qilib cho'nqsak, bu nachar ta'sirning oldini ular mushu nachar iftixor iqimi va boshqa har qanday nachar ta'sirning oldida tavranmay ching tura oladi. Bu jihatdan nurg'un yo'llar bor albatta. Masalan, kechiringlar. Masalan, ikkili jins borligini tushuntirishimiz kerak, tunishtirishimiz kerak. Uni ortig'ini bo'lsa demasligimiz kerak, tunishtirishimiz kerak. Hamda qiz o'g'il deb ayirmay o'xshash muomala qilishimiz kerak. Yurak parlimizdan faxrlanib cho'nqilsak, ularning o'ziga bo'lgan ishonchisini oshirishda cho'nqur yordam bo'ladi. Ikkinchidan, dinimizni o'rgatib, e'tiqodli qilib cho'nqilishimiz kerak. E'tiqod kuchli bo'lsa, bu nachar ta'sirlarga oldinib ketmaydi. O'z e'tiqodida tavranmay ching turdi. Shunga biz bolalarga diniy e'tiqod, jins kimlik e'tiqodi, millat irq e'tiqodi, kuchli oila muhabbat e'tiqodi, haqiqat e'tiqodi, ijtimoiy adolat e'tiqodi qatorliqlarni kichigidan boshlablam singdirib cho'nqilsak, ular ma'naviy jihatdan kuchli cho'ng bo'ladi. Shuning bilan bolalarimizni bu nachar iftixor iqimining razil ta'siridan qo'g'day olamiz. Chunki bu e'tiqodlarning hammasiga bu iftixor iqimi qarshi turdi va ular yo'q. Uchinchi, sirtning ta'sirini azaytaylik. Bolalar ko'radigan ijtimoiy aloqa detallarning mazmunlariga diqqat qilaylik, ko'z quloq bo'laylik. Bayqisaq cheklaylik. Nachar iftixor iqimining mazmunini qat'iy cheklaylik. Albatta, qat'iy tunishtirmaylik agar bilmasa. Yaxshi, ba'zi shtatlarda bu xil ahvollar nihoyat kuchli, ba'zi shtatlarda nihoyat oz. Kechiringlar. Bilib qolsa sirtdan yuqorida deyilgan yo'llar bo'yicha bolalarimizni to'g'ri tarbiyalab, to'g'ri tushuntirib, ularning masalalarini to'g'ri tushunishiga yordam qilaylik. To'rtinchidan, ota-onalar huquqimizda ching turaylik, bolalar bizning yoqtaydigan yerda yoqtaylik, bo'lib farzandlari kelganda qaror chiqarish, ijozat berish, bermaslik huquqlarimizdan ching turaylik. Ham shulardan ching turaylik, foydalanaylik. Huquqimizni qat'iy tatbiq qilmaylik hukumatga yoki har qanday sirtni odamlarga, demoqchi doktorxona, maktab.
Men bu jihatda chingturma, bu jihatda bir ish topray, endi qo'limdan kelishcha chingturma albatta. Bir endi maktabga munosib bir ish topray. Mani qarab qo'ydim, chekdim deb. Men balamning maktab balamligi endi 6 yoshga kirdim, shu maktabda o'qiydi. Maktabga zo'r amal yo'qdim badim. Ham tirishyapman cho'qim chiqarilish to'g'risida. Buning uchun albatta cho'ng pul deb u bu qilib ketish. Bir muncha munosib ishlar borki, o'zaman datarja albatta. Mushta bir jarlar ketadigan bu endi bu jarayonda albatta targ'ib qilaverman oila o'qitishni. Xudoyim bo'lsa boshlayman, o'zimni puxtlab mangman. Şuna Amerikadagi boshqa ota-onalar, Amerikada turgan boshqa ota-onalar agar sharoitinglar bo'lsa, mendan yaxshi sharoitinglar bo'lsa, bolalarni maktabdan chiqarilib uyda o'qitinglar. Munda bo'ldi maktabda, bolam maktab o'qiganchada maktabning tamoqlari ishlamayman. Uning har xil zararli moddalar bor, boshqa davlatlarda cheklayotgan rang moddalari bor. Uningga qanda boshqa shikanni chiqib qo'ydi. Uningga boshqa qanda tayyorlaydi xudo o'ziga mana paqzum menat malal marama o'qimaymiz. Shoma maktabning tamog'i ishlamayman qat'iy. Shunga amal va japa cheksammi o'sha baldur turib balamning attigan tamog'ini etib, tush tamog'ini etib, attigan tamog'ini tayyorlab qilib, tamog'ini tayyorlayman. Shunga uni issiq saqlash uchun tush tayyorlaydigan bo'lgan ekan. Yarim kun amdi sovib ketmaslik uchun men tumir qachida ishlataman, shuni issiq saqlaydigan. Uningga suyugim ishlamayman, chunki bu Amerikan turib suylardan oshkorlangan xabarlarda to'g'itdan saqlanish dorilari bilsa o odamda chiqqan har xil narsalar mehnat unga turbilar datlashgan ishqa mehnat bu ahvoldan qutulmaydi ekan mehnat qachon bular shu uning nimasini ishlamayman ba'zi balkim sizga ishlatadi ba'zi ishlatmaydi biz uqmaymiz ko'zim ko'mayani ishlamayman men shunga amal yo'q sunimi tayyorlayman shunga bu bolamning sumkasi quruq ammo shu tomoq va putliklar bilan eg'ir-chu eg'ir bo'lganiki boshqa bolalarning sumkalar qarg'anchada yo'g'on sumkalar qarg'anchada bolamning bolasi eg'ir ularning sumkalar quruq bo'lishi mumkin eg'ir bo'lishi mumkin ularning qari yo'qka shunga men bolam endi bir 5-6 yosh kichik bolaniki mo'risi unda eg'ir narsa ko'tasi bo'lmaydi men shunam ashtada chiqdim takalashgan vaqtlarim bo'ldi endi so'qishib ketdim endi ching turibchi men ko'tagusma deyman lekin bular bolamni binoshi kirgizib qo'ymaydi bizni agar kenchada ko'tagishi mumkin chiqqanchada bolam ko'tarib chiqadi men chiqdim men ilib deb desam olmaydi ya bu maktabning tuzumi bu bola shu bolamsi bolangiz alayda emas alayda Yılım alayda imtiyazlardan bo'ldi gapni az qilgan bog'liq uchun yılım alayda imtiyazlar ega bo'ldi boshqa bolalarimiz ko'tarsa bu ko'tarmay tursa biz ko'tarmasak bo'lmaydi deb bir mushtlab ketdi shuni ochig'im gap dedim ma bola men sumka ko'tardiganligiga hech qanday nimam yo'q fikrim yo'q quruq sumka kichik bo'lganligi quruq sumkalarni ko'taradi boshqa bolalar yo'qimsa ular tamoq qachirib qo'lida ko'taradi yo'qimsa eg'ir bo'lsa otansin qaryoqqa ko'targizadi ular bilan kar ular mening bolam emas ularning qanda bo'lsa mening karim yo'q men o'zimning bolasiga mas'ul o'zimning bolasi turman boshqa bolalar otanisi gap qilmagan bo'lsa sizlarga karim yo'q maktabning tuzilmasi bor ammo xato tuzilmani biz cho'qim gap qilishimiz kerak otan bo'lgan ekan boshqa otalar gap qilmamiz karim yo'q men gap qilaman ma bolamning sumkasi eg'ir boshqa bolalarniki qarag'ancha cho'qim eg'ir chunki bolam boshqalar maktabda mahaydi qachish ko'tarmaydi menga o'xshash tayyorlik qilmaydi Şu balamның şu eg'ir sumkalarni ko'targizmayli deb chiqdim desam bir qitim ishxona kirimda desam bir ma'lum undi ishxonadagilar men bola kechib qolgan vaqtlarimizda ishxona kirib bir qitim necha minut kechib qoldim ishxona kirib balamni nim qildim balam mas'ul ayol chiqishdan burun ishxonada o'tirgan bir xotin voy bola ko'tarsin bir xotin men agar balani agar kitay dedi shundan ma'qulda sumkani qo'liga tansam balaga mas'ul bo'lgan ayol bek yaxshi ayol u tam ko'tarchi uni berayman desam bola o'zi ko'tarsa dedi yo'q ma eg'ir dedim desam qulamnikini ilib balamga nim qilyotidi balam sizkishlanda o'chada ochig'im kep man chiqarib oldim chiqarilib shon dedim man hay ma sumka eg'ir man qilmaydi balam ko'tarmaydi dedim mani desam nimishqa bu da eg'ir qilgan odam bunaqa dedi tomoq bor tomoqingsin tomoqlaring mehnatdan chiqqan tomoq bo'lganki desam shular bu ayolning chira o'zrab menga ilqaysi qo'pollik qildida shun men sizlarga bunda qo'pollik qilyapman ochig'imda ayolga to'g'ri qildim lekin haqiqatan ochig'im keldi mening oldimda ashta bolamni ko'tarib mening yoqtab tursam bolaga sumka isib qila olgan
odamlar biz ko'rmagan chog'da bolalarimizni qanday muomala qildi? Biz uqmaymiz. Shunlarni g'ojida ochim keldi. Shu mumkin men ayol chiqdi bu ayollar kirgandi qo'li tutib. Men chunki yaqtab chın turdimda, yaq ko'tamaydi bolam eg'irma desa, haqning sumkasi eg'ir emas, men bolamniki eg'ir. Deb desam ayol ko'tarib kodlab g'o'ngishib kirganda ayol chiqishi bilan men ko'ramidim, men eshik ochiq, eshikni taqmayda marmoqchidim. Lekin bizni kirgil qo'ymaganiki bo'ldi dedim. O ayoldan shu ishni paranglashdi. "Yo, men apsanaqqa manaqqa" deb azroq gapni oldim, ishqi mening gapimni oldi. Kirdim, unkin men ayol qaytib kelgach turdim ashada meni ko'sindi. Shuna u qaytib keldi, unkin ishni yopib men gaqamay ketdim. U bir hafta bo'lgan ish, lekin bir hafta deyaqi oldin qapning oldiga jumagun bo'ldi nima. Uningki bir hafta yo'qchi kallamdan chiqatmadi-da, men achchig'imda. Shundan dushanba kuni ish qilib oldiga ish qilib qachon bir. Men ishxonaga kirib, ayol bam, qarsam ayolning o'zi bilan paranglashmoqchinda. Ayol yo'qka, uning yendiki ayol borki, boshqa bir ayol borki, uningki kitob, bolamning kitobxonasida nim qildigan bir ayol borki, u ishga o'qituvchi, birisi o'qituvchi, birisi xizmatchi, shular bilan dedim. Ammo Ibrahim Luhmudsam, u ishxonaning ichida ishlarni ilaqi xizmat qilyotdi, binoning ichida deganti. Ammo binoning ichiga kiramaganligi amal yo'q. Shular men u ayollar paranglashdim deganti. Dedim desam, ular yaxshiroq, ular nima bo'ldi dedi. Musha bo'ldi. Deb desam, deb unga ma ayol quchoqlab ketdi o'zicha. Oy, men ya to'g'ri degan onamdaq deb. Chunki men bag'azab so'zlaganki gapimni unutgan. Bu masala shu. U ayolga men ma maktabning principaliga ma o'qitish xonasiga odamga degan dedi. Ma'qul dedim, shuni o'ylab saqladim, saqlab ketmay. Desam, odam chiqqandan keyin u chiqdi. Chiqib ishxonasiga kirib paranglashdim. Nima ish bo'ldi dedi. U hamda Keyin qanday gaqson, qalis nim deb o'zini karım yo'q. Ishqa mening oldimda ancha xili sartaqat bilan gapirim anglab dedi hamda. Men dedim shunlar. Men musha ish bo'ldi ya. Ayolning o qo'polligi faqat kallamda o'tmay, men senga gaqotma. U ayolning o'zidan paranglashayli degandim, ayol yo'q-ku, bo'pti sangday. Mushta qildi. Agar bu mushta xizmatchilar, o'qituvchilar mening oldimda men yaqtab tursammi, balamga ashta qila olsam, men yo'qchada nima ishlarni qildi? Kim balam qo'pollik qildi, kim silkishlardi? Nima yotdi, nima qildi? Men qanday bilaman. Ular birashisi chuqum udul demaydi bizga. Masalan, birashib qolsa maktab bargizmayjimi, ota-onalar unutib qolmalar o'zi maslahatni qichish qo'qaydan o'zi maslahatni qichish uchun bo'lsa-mu, chuqum yag'in so'zlaydi aniqlar. Jinim bolalarimiz qo'rqinchlikda yo'qimsa mening balam o'shash gapni oz qilib chiqqan. O'shash ahvolda demaydi bizga aniqlar. Yig'lashdan boshqa qilmaydi. Men balamni og'ilsizmi? Har qitim yig'laydi meni ko'sa. Shundan men asha dedim, mushta bo'ldi desam, uningdan dedim, men tomoqni ahvolini dedim. Somka quruq bo'lsa, mening chatig'im yo'q. Ko'tiraversin. Ammo somka eg'ar, mushta tomoqni ahvoli debchi. Unkin mening shon bu jihatda u ayol men bilan nim qilishmay, men shunda qo'polmam qildi, balam qo'polmam qildi. Men mush ahvolni boshdan kechirib, qalam chiqartishga sandim. Amaliyotda agar xotin yaxshi professional kasbiy ayol bo'lgan bo'lsa, men bilan paranglashadi. Mening dapagan bir qancha aqllar bor, taklif fikrlarim bor. Bo'pti ko'tarsin, boshqa bola ko'targandek, ammo ajratib ko'tarsa ajrat qilib bo'ldi. Qo'lga beranglar. Mörsi qattiq narsadan ko'tamsa, ig'ir narsadan ko'tamsin. Yo'qimsa mal ayol balamga mas'ul ayol bor. Ayol shu yaxshi ayolga ayol ko'tarsin, qaqmay ko'tar ayol. Hamda ma xotin yo'g'on bir xotin cho'ng qurama yetgan odam tur ko'tarmagan ig'nasini kichik bolaga ko'targizib shunda oching qilish qilib. Asha dedim, uningki men yana davoldim ba'zi gaplarni. Maktab biz uchun xizmat qiladi, bolalarimizni biz uchun tarbiyalatdi, hukumat uchun tarbiyalatdi, davlat uchun tarbiyalatdi. Lekin bu maktab kichik kapsiz bolalar shunda chiq bolalarni bir vaqtda mishalqi tarbiyalaydan mush avara bo'lgan bo'lgandan maktabning xodimlari shu dunyodagi eng savrtaqatlik, eng adablik bo'lish kerak. Lekin ayol unda qilmadi. Eng to'g'ri tushunadigan savrtaqatlik bo'lish kerak. Hech bo'lmaganda ayol, yana bir ayolning, yana bir onaning anını to'g'ri tushunmay, xolig'ini mushta qo'pollik qildi desam degan anglab bo'ldi. Men o'zim paranglashay.
deb dedi. Ondan keyin shulan mancha olsa biz buraya keldik arab bilan maktabning o'qitish bilan. Balam ko'tamaydan bo'ldi deb o'yladim, lekin Xudo o'ziga omonat. Onunla burun qadab bo'ldi ras. Shu kuni balam ashta qo'pollik ko'rgan kuni balamni og'il basam, men mashinani ma tarafda kechikib qolgan, azroq. Mashinada turdim, chunki balamni baldir chiqmaydan bo'ldi, bir mila. Endi uxlamaydi, faoliyatlarni qildi deb. Men burun bal og'il bordimchi. Yana bir ayol, agar mas'ul ayol og'rib qolib yoki ishlar chiqib qolsa, yana bir ayol balam mas'ul bo'ldi. Shu ayol balamni achiqdichu. Men yiroqda ko'rdim, unga men signal urib, mashina signalini urib, nim qilsam, go'digini ursam, meni ko'rganligini ko'rdim men. Lekin balamni balamni shuna miyoq mangada qanti shu mashinadan chiqib mangdim. Qarsam, balam kamavdi. Shular ichiga kirib qarsam, balamni binasi agrikishdi. Shu agrik kelgandan keyin men berib ishini cheksam ochdi. Qarsam, balamning somkasi yana mo'rsida. O'zining tamoq qachirib sudan boshqa yana boshqa kitob bu narsalar balki texim ig'ir. Balamni chiqdim, yig'ildi yana o'xshash. Uni darhol nimani oldim, hammasini qarab turdi. Qiliqlarim qarab. Asli ularda bo'lmas kerak, unda inkas bo'lmas kerak. Ularmi ota-ona, o'qituvchi ayollar nima ish qildi bo'ldi deyman. Kollas degan to'g'ri tushunish degan narsa yo'q. Maktab bu yerdagi maktablarning mag'lubiyati deyilishadi. Insoniyatlik mag'lubiyati, axloqli to'g'ri tushunish narsa yo'q. Men ayol boshqa ayolni tushunaman. Men ona boshqa onalarni, ota-onalarni tushunaman. Ular nima tushunmaydi deyman. To'g'ri. Şuna aşta texim açığım geldi. Onundan keyin nimişqim balamni miyag akamay. Yokim men bilan yerim uchrashmay balam agrikdim. Men aş uzun yil olibmanda. Men ko'rganlik ko'rdim. Ashni davom etma, kelgi davom etma Xudoyim bersa. Men faqat adolat chidamayman-chu. Men emas, men mayli balam jafo chekdi-da, ishchida nim qilib balam meni ko'rdi, ayolni ko'rdi, meni ko'rib bu balani agrikasi balam yig'laydi-da, aniqla. Biroqda men kechikib qolib balam ishxona saqlab o'tiribdi ekan, meni kamin deb shuna yig'lab ketgan jinim opam. Xap. Shuna ashta bo'ldi. Uni deyamay qoldim. Ma gaplar o'tib, uni Xudoyim bersa davolma. Shundan biz endi hisobda maktabni o'qituvchisi bilan, maktab ishxonasiga mas'ul odam bilan bir yakun keldi deb o'yladim. Shundan men ma'lumlarim dedim, buni ko'tamison. Ammo nimasiga dedim, ayrim qildan ayol men tarafda u yaxshi ayol. Uni dedim. Lekin Xudo o'ziga monat qanday chiqib biz ko'rmaganlikin ko'tadi, biz ko'tardik deydi, ammo ishxon zalda ko'tagis ko'p yaqin ishxonga yaqin kelganchida ondan qo'li evlab nim qilamdi. Ishqa Xudo azamat qanday muomala qiladi Xudo o'ziga monat. Biz bilamiz maktabda biz nima kunlarni ko'rmagan. Boshqa bolalar bozaq qilib cho'ng bo'lgan, biz hammamiz bir-birimiz bozaq qilib, o'g'illar bozaq qilib, undan keyin muomala qo'pollik qilib bizim mamla o'g'lan urdi. Qizlarni silkishlab baqirib-chaqirib qildi bizga. Chiqib, bolam qanday nim qildi. Shundan shu ashta bo'ldi. Mani deb qo'ydim endi. Demak, o'g'lim chinturayli. Agar men ashta chinturmagan bo'lsam, jinim bolam qiynaladi ashada. Mushu cho'qim yig'ilishga sabab mushu. Har xil meni ko'rsa, opam sanmayib, tumudon deb. Undan keyin burun maktab hozir ancha-muncha kulib nim qildi. Hayajonlab ancha-muncha, lekin burun maktabga yangi kirgan chaqda shu men qarab, keyni qarab, men tatib tankrayli deb umidsilib men qarab kirib ketishlari degan ishchimni og'ritgan. Ana bo'lganligi o'sha bo'ldi-ki, biz bag'rimiz yumshoq. Ammo biroq shu olsa biz shiri yo'lasdak bo'la olamiz. Uniki ba'zi inkas debdi, voy nimanda asan xapolaysiz deb ba'zilar pek so'zga kirgan degan ahvolam deb degan fikrlarim bo'ldi endi ayrim. Uningga degan javobim endi biz yuragi shunchalik ezilib ketgan odam qandaymi bo'la olamiz, qanday jasur, sovuqchan bo'la olamiz. Sovuqchan bo'lishga tirishaylik, ammo endi meni bunda bo'lishimga sabab cho'qim ana bo'lganligim uchun emas, Uyg'ur bo'lganligim uchun emas, shunchalik azob jafo tatib cho'ng'gan mushta unki vaziyat bo'lgandan keyin unki bolamizdan bunda ahvol tushib qolish bu har xil narsalar birlashib mushta mijasni keltirib chiqargan. Shunga men nozuk. Shunga achchig'im keldi albatta. Nohaq narsalarni ko'rsam, gaplarni olsam qanim qiziydi albatta. G'urur bor.
ruh ba. Onundaki men ayol, ana. Şu albatta sezgurman. Artıq gaplar bo'lib ketdi, ammo to'g'ri tushuninglar, mushta ishlar bo'ldi. Şu bugungi mazmun o'shacha bo'lsin hamda. Mushu jinsiy deyman qo'yma, ishtihar nachar iqimidagi to'g'ri masala bugungi haqiqiy bo'lgan bir ahvol. Undan boshqa yana nurg'un operatsiyalar bor, biz uqmaydigan o'g'illarning nimasini kesib deb ayollarning hormonlarini yegizib balalarning badanlarini ma'naviy va jismoniy jihatdagi badaniga ziyonkashlik qilayotgan nurg'un misollar bor. Shunga men bu nachar ishtihar iqimiga qat'iy sal qarmayman. Chunki Xudoyim saqlasin, hozir bizda bunday ahvol yo'q bo'lmasi mumkin, ammo biz ketamiz, o'lamiz, bolalarimiz cho'ng bo'ldi, mushta muhiti cho'ng bo'ldi. Dunyo mushta cho'ng bo'ldi, uning iqimiga uchramay turolmaydi, uni uchramay, shu ahvolga uchramay turolmaydi. Mümkün balalarımızdan balarıçı. Şu an bu nachar iftihar iqimi intayın mühim mesele deb qarayman men. Çünki atanın tərbiyəsi bunun asası piltisi bo'lgan, sabab bo'lgan atanın tərbiyəsi. Türkü bo'lgan atanın tərbiyəsi bu jihatda cho'qim to'xtalma, davomli to'xtalma. Mümkün Trumpning bu jihatdagi g'alabasi Xudoyim bo'lsa yana yaxshi g'alabalarni qo'lga keltirsin. Bizga foydali ahvollar bo'lsin, uniki mushu foydali vaziyatlar bo'lib qolsa, siyosatlar bo'lsa miyadagi Amerikadagi atanlar, Uyg'ur atanlar biz qo'llanayli, iznayli, tirishayli, o'zimizni puxtlayli, chantirayli bolalarimiz uchun. Mening shu eng cho'ng andisham shu, men ketib qolsam bolam qanday bo'lar deb. Hamma atanlarning shu qanday. Bo'ldi ham sen mushta yaxshi bo'lmay qolgan bo'lsa, to'g'ri shunlar ovozim yaxshi chiqmay qoldi bugun. Undan keyin ammo bizniki ro'yimiz hargiz yo'qolib ketmaydi. Xudoyim buyursa ching turamiz. Unki shu mazmunlarning men ko'pchilikka xalqimizga yordami ham foydasi tegishini umid qilaman. Tegadi mencha bo'lsa, chunki mazmunlar intayin muhim. Shunga mening xizmatimni qo'llab, kanallarimga agishib, mazmunlarni ko'proq taqtib qo'yasizlar, ko'proq bahlab qo'yasizlar. Undan keyin men kendigim kitoblarimni chiqarib qo'ydim. Berishga 5 kitob bo'ldi hozirgacha, yana bir kitobni ishlatman. Ham kitob ishlashiliqi tasavvurni unga chiq o'y ketadi. Hamda bir onaning qilgan ishlari shunday jiq uni chiqarib bulolmay qoldim, ammo cho'qim chiqarman. Shunga mening farzandlarimizning ona tilini chiqarishda yordam bo'ladigan kitoblarimizning hadis mashqlari qo'shilgan. Bu yaş mashqlari bor, o'yin. Ashta kitoblarni setilishni xohlasanlar farzandlarimiz uchun. Amazonda insonlar bo'ldi, Gulistariya deb insonlar barliq kitoblar chiqdi, men ularni chiqarib qo'yman. Undan keyin oxir deydiganim chanturayli. Biz yo'qolib ketmaymiz. Chantursaqlar yo'qolib ketmaymiz. Allohga emanet.